Kogon shahar Do'stlik ko'chasida yashovchi fuqaro Yunus Sharipov adliya bo'limiga murojaat qilib, qurilishi tugatilmagan bino inshootni garovga qo'yilishi uchun davlat ro'yxatidan o'tkazishga amaliy yordam berishni so'rab murojaat qilgan. Murojaatni o'rganish davomida xususiy tadbirkor Yunus Sharipov tomonidan savdo va maishiy xizmat ko'rsatish binosini qurib, binoning ayrim xonalari foydalanish uchun qabul qilishga tayyor holatga keltirilganligi, bank va kadastr tashkilot tomonidan ortiqcha ravishda shahar hokimining qurilishi tugatilmagan obyektni foydalanishga qabul qilish to'g'risidagi qarorini talab qilish orqali ma'muriy tartib taomillar to'g'risidagi qonun talablari buzilgan. Vaholanki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrdagi 1060-son qarori bilan tasdiqlangan ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomning 35-bandiga asosan qurilishi tugallangan va foydalanishga belgilangan tartibda qabul qilingan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Qurilishi tugallanmagan noturar joy binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlar tegishli loyiha tashkiloti tomonidan ularning qurilishi boshlanganligi tasdiqlangan taqdirda davlat ro'yxatidan o'tkazilishi mumkin. Adliya bo'limining aralashuvidan so'ng xususiy tadbirkor Yunus Sharipovning tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun bog'liq huquqlari joyida tiklanishi natijasida Kogon shahri Buxoroshoh ko'chasi yoqasida joylashgan qurilishi tugatilmagan noturar bino inshootining davlat ro'yxatiga olinishi va bankdan kredit ajratilishi ta'minlab berildi. Men Kogon shahri Xiyobon ko'chasi 15-uyda yashovchi tadbirkor Sharif Yunus Salimovich bo'laman. 1995-yildan beri tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman. 2020-yil qurilish tugallanmagan obyektimni bitirish maqsadida kredit olish uchun bankka murojaat qildim. Bankda menga qurilish tugallanmagan obyektni zalogga olish uchun hokim qarori kerakligini aytishdi. Shundan keyin men hokimga murojaat qildim. Hokim menga bu kredit olishga zalog qo'yish uchun hokim qarori kerak emasligini tushuntirdi. Shundan keyin men adliya qabuliga kirdim. U yerda meni ishimni o'rganib chiqib, joyida kelib o'rganib chiqib, ishimni qonun talablari asosida hal qilib berish. Prezidentimizning har bir oila tadbirkor qaroriga asosan men 2009-yil Agrobank Olot tuman filialiga issiqxona qurish uchun 22.500.000 so'm kredit ajratish bo'yicha murojaat qildim. Agrobank Olot tuman filiali tomonidan 2009-yil 25-dekabr kuni menga 22.500.000 so'm ajratish haqidagi kredit shartnomasini berilishi bo'lsa-da 2 oy menga kredit ajratilmadi. Men bu orada issiqxonani ta'minotchi bilan kelishib, qurib ishga tushirdim. Hamda pomidor ekib yetishtirib, xalqimizga arzon va sifatli bo'lgan mahsulot yetishtirib sota boshladim. Issiqxonani qurib bergan ta'minotchi firma mendan xarajat pulini talab qila boshladi. Ammo Agrobank Olot filiali zimmasiga olgan kreditni o'z vaqtida bera olmadi. Shundan so'ng men Olot tuman adliya bo'limiga kredit mablag'ini olib berilishida amaliy yordam so'rab murojaat qildim. Adliya bo'limining aralashuvi bilan menga Agrobankdan 22.500.000 so'm kredit pullarining sud orqali undirib berilishi ta'minlandi. Shu tufayli Olot tuman adliya bo'limi xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men Olot tumanida tug'ilganman. 3 nafar farzandim bor, 6 nafar nabiram bor. Bundan 3-4 yil oldin ukam uy joy qurib bergan edi. O'zimning uy joyim yo'q. Ota-onamning hovlisida yashardim. Shu ukam qurib bergan uy joyiga hujjat olishda juda ham qiynaldim va adliya bo'limiga murojaat qildim. Bo'lim xodimlari menga tuman hokimligiga va tegishli idoralar bilan birgalikda yordam berishdi. Uyimga egalik huquqini qo'lga kiritdim, hujjat oldim. Bundan tashqari kelinim Jo'rayeva Shahlo ota-onasi bilan Tojikistondan oldin ko'chib kelishgan. Uning fuqaroligi yo'q edi. Tuman adliya xodimlari shu masalada ham menga yordamlashib, kelinimni hujjatlarini viloyat ichki ishlar boshqarmasi Ayverga topshirishda yordamlashdi. Men Buxoro viloyat adliya bo'lim boshqarmasi
Olot tumani bo'lim xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Hozirda shu uy-joylarimizni hujjat qila olmasdan qiynalib yurgandik. Adliya bo'limiga murojaat qildik va adliya bo'limidagilar bizga yordam berishdi. Hokimlik bilan birgalikda yordam berishdi. Ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.